Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rostgo'y odam bo'lganlar va sahobalarni ham rostgo'ylikka tarbiyalaganlar. Farzandlarimizni tarbiyasida ularni rostgo'y bo'lishiga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldida bir ayol bolasini ovutish uchun xurmo beraman dedi. Ya'ni yig'lama xurmo beraman, uyga borsa xurmo beraman. Bir fe'lini qilmasligi uchun bo'lsa kerak. Rasululloh qarab turib, rostdan berasizmi? Rostdan xurmo bormi dedilar. Ha dedi. Agar shu aka xurmoni bermasangiz, Alloh taoloning huzurida siz uchun bitta yolg'on yozib qo'yilgan bo'lardi. Ana bobo kelyapti. Ana bobo kelyapti. Yo'q. Yolg'onni enasidan ko'ra o'rganyapti. Shuning uchun birodarlar, rostgo'ylik va kazzoblik bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni rostgo'y, siddiq bandalardan bo'lishini tavfiqini bergan bo'lsin.